O'g'lim, o'rtoqlaring qaysi xonada o'tirishgan ekan? Voy jiyan, o'zing hech narsa qilmadimi? O'g'lim, xavotirlanma, hech narsa qilgani yo'q. Hammasi yaxshi. Doda ko'zingizga qarab yursangiz bo'lmaydi, buni pulni kim to'laydi? O'zi 100 ming pulga ishlasam, shuncha narsani pulni qayerdan to'layman? Bolam, o'g'lim endi ulfatlarini oldiga olib kelyotgandim. O'rtoqlarini oldida xijolat qilmay, iltimos, oldimda unaqa pulim ham yo'q edi. Doda, men bilmayman, o'g'lingiz ko'r ekan. Nogironlik pensiyasidan to'lasin kerak bo'lsa. Bunaqa demang, Xudodan qo'rqing. Bolam, hammasi yaxshi, bo'ldi, hammasi yaxshi. Yomon og'ir gapiryapti. Boraman dedi. Qo'ying aka, o'zi tinchlik kerak. Oldingizda hech bir pulingiz bor, o'shani hammasini mayib berib turing. Pulni nima qilasan? O'zi shotimizga yetadimi, yo'qmi? Do'dan ahvolni qarang, bering. Jab bo'lmasa telefon tashlab ketamiz. Shundoq ham to'g'ri tushuntirib yuborardim, hozir shot kelsa nima deysan? Hozir kelaman. Men bordim aka, gapinglarni eshitib qoldim. Yoshlari katta inson ekan, qiynamay qo'ya qolinglar. Men pulni olib qo'ying, yetmasa bu narsa qilamiz. Insondan yaxshilik qoladi, aka. Meni ham to'g'ri tushuninglar, men ham bu yerda oddiy ishchiman. Meni tozalab yuborlaring. Bolam, qilgan yaxshiligingiz o'zingizga ming barobar qaytsin. Ilohim, martabangiz ulug' bo'lsin. Allohu akbar. Yur bolam. Dastur aka, bir nima qilarmiz, a? Bola yaxshi o'tiribsizlar, kamchilik yo'qmi? Boy holatni chetdan kuzatib turdim. Ofitsiant uchun uzr so'rayman. Mana pulinglar. Men Botiratchi osh rahbariman. Shu oshni bola chaqa bilan, oila bilan bir maza qilib yeysizlar. Ko'rdingizmi aka, arzimagan yaxshiligimiz uchun Allohning o'zi yetkazdi. To'g'ri ukam, ehson mukofoti ehson-da.